Xo'sh, bu yerga bittasini va katta stolni mana shu yerga joylashtiraman. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo havaslar yangi videodasizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga obuna bo'linglar. Chunki men bugun yangi kompyuter to'plami sotib oldim. Endi esa buni mana shu yerga joylashtirib chiqayapman. Ammo mana bu monitor nimagadir joylashmayapti. Hayronman. Mayli o'sha yoqda tura qolsin. Yo'q, bu yerda turmasin ekan o'ylab qaradim. Chunki yangicha stol olib kelmasam bu yerda nimagadir 3 ta narsani sig'dirishga iloji yo'q. Ya'ni ana katta stolga faqat bitta narsa qo'ysa bo'ladi. Nimaga unaqa bilmasam. Hozir nimadir reja o'ylab topaman, lekin rostakasini nimadir o'ylab topmasam bo'lmaydi. Tak, menga kirka kerak. Ya'ni kirka va mayli, kirkani o'zi yetadi. Mana bu yerni ochib shunchaki o'tib ketsam ham bo'ladi. Xo'p, mana bu yerni ochamiz, mayli, farqi yo'q. Mana bu stolni esa olib tashlash kerak yoki aylanib kelaymikan. Mana buni olib tashlayman. Va mana bu tomonda menga o'zimga eshik qoldirib qo'yaman va mana shunaqa holatga keltirib qo'yaman. Bu nimaga bunaqaligini hozir sizlarga ko'rsataman. Ya'ni qaranglar. Tak, mana bu protsessor bor-ku, o'sha mana buni bu yerga qo'yaman-da. Mana protsessorni bu yerga avval kresloni joylaylik. Kreslo joylandi. Protsessorni ana bu tomonga teshikni tagiga tiqsam ham bo'lardi-ku, mayli. Shu yerda tura qolsin. Uyimdan ham o'chirib yoqsam bo'ladi keyin. Juda ham ajoyib holatga keltirib qo'ydim. Endi esa hozir tak bir ikkita ishlar bor, o'sha ishlarni qilishim kerak, lekin ishlardan oldin o'ynasam ham juda ham zo'r ish bo'ladi. Bu yerdan eshik ochib qo'yaman tezroq o'tib qaytishim uchun. Menda eshiklar bormidi? Yo'q, hech qanaqa eshik yo'q ekan. Bu yerda ham yo'q, nahotki bo'lmasa, mayli. Hozir keyinroq qayerdandir eshik topaman. Eshik qo'ymasa bo'lmaydi. Men bu yerni yopib qo'yish kerak albatta, bu tomonni ham. Endi esa bemalol o'tirib o'ynasam bo'ladi. Tak, yaxshi. Chak. O, Minecraft juda ham ajoyib o'ynalyapti. Nimagadir eshik taqilyapti, tushunmadim. Oy, Jo'xa. Nima hammang bir martadan jo'xalab chiqayapsan? Iltimos, biz ham kompyuteringda o'ynaylik. Ha, o'ynaylik. Yo'q, bu o'ynash mumkin emas, chunki bu qimmatga olganman. Iltimos, unaqa qilma, o'ynaylik. Yo'q dedim, yo'q. Surlaring hammang bu yoqda. Xo'sh, endi qanday kiramiz? O'ylanglarchi. Menda reja bor, hammamiz birdaniga bostirib kiraylik. Ya, navbatga tur hammang. Birma-bir o'ynaymiz. Birma-bir o'ynamasak bo'lmaydi. Nima baqir-chaqir qiladi bu jetellar, tushunmadim. Hozir nimadir qilishim kerak. Bularni bu yoqdan yo'q qilmasam bo'lmaydi. Qurolim qayerda edi? Qurol bilan otib tashlaymikan bularni? Bilmadim. Qurol bilan qo'rqitmasam, menimcha bular qo'rqmaydi. Yo'q, hozir mendan ko'rasanlar yaramas jetellar. Xo'sh, tak, bu nima bunaqa? Okey. Xo'sh, jetellar, yo'q bo'laring ham. Oho! Butun qishloq ko'chib kelgan-ku. Nima qilyapsizlar bu yoqda? O'ynaylik, kompyuteringni bizga ham ber. Yo'q dedim senlarga, yo'q, hammang yo'qol bu yoqdan. Nimaga unaqa qilasan? Pulni beramiz. Yo'q, pullaring ham kerak emas, hammang yo'qol bu yoqdan. Uzoqda o'ynash, xo'pmi? Iltimos, unaqa qilma endi. Voy, asabimga o'ynashma, menga qara, hammangni o'ldirib qo'yaman, tushunyapsanmi? O'ldirib qo'ya olmaysan. Bizlar o'ynagimiz kelyapti. Yo'q, o'ynaging kelmasin, bor, uzoqda o'yna deyapman senlarga. Nima tushunmaysan? Qaytib joyiga tirilib qolyaptimi, tushunmadim. Men to'xtanglar, uyimning atrofini o'rab chiqmasam cho'ta bular nimadir reja qilyapti. Hozir kompyuterdan bir ikkita narsa zakaz qilib olayyin-da uyimning atrofini o'rash uchun. Tak, hozir mana bu qurolni berib qo'yib qo'yaman. Okey, marketdan zakaz qildim. Bo'ldi, menimcha hozir kelib qoladi. Kelib qolsin, uyimning atrofini kuchli biror narsa bilan o'rab chiqmasam, zabor bilanmi, nima bilandir. Bular bo'lmasa uyimning atrofini egallab olib turib, dabdala qilib yoradi. Yaxshi tarqab ketishibdi, juda ham ajoyib. Agar tarqab ketmaganda bormidi, o'zim bilardim nima qilishni bularni. Hozir uyimni hamma yog'ini o'rab, bu yerga kelib nima, uyimni orqasiga olib kelib tashlaydi doim. Uyimni oldiga olib kelib qo'ysa bo'ladi hammasini. Mayli, endi olib kelgan joyidan olamiz, iloji yo'q. Okey, hammani bu narsalarni o'rnatib chiqaman endi. Mana bu yashikni menimcha sindirib bo'lmaydi-da, sindirib bo'lmaydi, chunki bu sinmaydigan yashik. U pichoq bilan ham sindirib bo'lmas ekan. Bu qaranglar, nima deyiladi bu sizlarning tilingizda? Pichoq, turbuchak pichoq. G'alati pichoq ekan. Okey, bu mol so'yishda ishlatiladigan pichoq o'zi. Okey. Mana bu simli narsalardan qo'yib chiqaman hamma yoqqa. Shunda ular kira olmaydi. Qo'rqadimi, qo'rqmaydimi bilmadim. Xullas kira olmaydi. Xo'p, polizimga ham kirishimni hisobga olishim kerak, lekin mayli, hozircha polizimga kirishim ham unchalik muhim emas-ku, lekin mana bu yerga tak bitta qo'yaman, bu tomoniga bitta. O'rtaga eshik qoldirdim, yaxshi bo'ldimi deb o'ylayman. Farqi yo'q, eshikning o'zi keragi yo'q, chunki bu yerga kirmaydi-ku ularni kirgizib nima qilaman, o'zim o'tiraman ichkarida. Xo'p, uyimning orqasigacha yetkazish kerak, nima qilib bo'lsa ham hozir tak mana bu yerdan olsam ham bo'laveradi. Baribir kira olishmaydi-ku. Kirishmasa bo'lgani.
Tak, okey, mana shu yerga bitta qo'yib qo'yaman, bo'ldi, всё. Voy, ustiga sakrab o'ribman, bo'lmay, bunaqa qilib sakrasam agar dabdala bo'lib ketishi mumkin, bor-ku, bilasizlar. Xo'p, mana buni olib tashlash kerak, bu yerga qo'yish uchun adashmasam. No, ha, mana bunaqa qo'ysa bo'lar ekan, cho'tga. Hozir ichkariga qanday kirsam bo'ladi endi men? Bilmadim, ichkariga kirishni o'ylamabman-ku, tashqariga chiqishni, bu narsalar qo'yishni o'ylabman-ku, ichkariga kirishni o'ylamabman. Короче, bu narsalar keladi, ular shunday turgan vaqt qadalib ketadigan bo'lsa, o'lib qolishi mumkin, nimadir bo'lib qolishi mumkin. Короче, kira olishmaydi bu yoqdan. Hozir men bu yerga bitta qo'yaman, keyin bu yoqqa bitta, mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Tak, mana bu yerga bitta qo'ysam, yana bu tomoniga bitta qo'ysam, yana qayerga mana bu yer bo'lar ekan, qo'yib mana orasiga qo'yib ketayin bitta-bitta. Tak, mana kechotga va bu yerga bitta hamda bu yerga ham bitta qo'yish kerak. Yana qayer qoldi? Bu yerga ham va bu yerga ham bo'ldi, normali. Xo'sh, ana endi temirli bloklar. Temir bloklarni qayerdan qo'yib chiqsam ekan, a? Temir bloklarni ham oppasta. Oyog'im salgina tegib ketdi, lekin juda ham yomon ekan. Hozir temir bloklarni ham qayergadir joylashtiraman. Mana bu pichoq menga hozircha kerak emas. Uni o'rnida tapor kerak. Tapor bilan bir ikkita joyini buzaman, ya'ni eshikni buzaman. Eshikning joyiga tokli eshik qanaqa kodli eshik olib kelgan, tokli debman, kodli eshik qo'yib chiqish kerak bu yoqqa. Atak bu yoqni temir qilish kerak, avval temir blokdan qilish kerak. Shunda kodli eshik ishlaydi. Mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Shu yerga yetadiganidan olib kelgan ekan o'zi. Tak, eshik mana meni ko'zim orqali ochiladi, boshqa kishi qarab qo'ysa ochilmaydi. Ko'ryapsizlarmi mana? Qaranglar. Shuni qarayman, ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu texnologiyada bu. Hallo, ko'ryapsizlar, men taniyapti, bor bu. Tanigani uchun ham ochilyapti. Juda ham ajoyib. Endi uyimga ular kirib kela olmaydi so'ramasdan. Hozir mana bu eshiklarni mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Juda ham ajoyib bo'ldi. Juda ham o'zgarish katta uyimda. Mana bu narsalarni ham qayerlargadir qo'yish kerak. Tak. Men buni shu yerga qo'yib qo'yaman. Buni derazani ustiga qo'yib qo'ysam ichkariga kira olishmaydi. Xo'sh, tak, buni qanaqasiga qo'ysam bo'ladi endi? Qo'yib bo'lmaydimi? Tushunmadim. Mayli, mana bu eshik ustiga mana shu tomoniga qo'yib qo'ysam, manakay va bo'ldi. Shu yerda tura qolsin. Orqada deraza bor edi. Deraza ustiga qo'yib qo'yaman bular. Derazadan ham kirishlari mumkin. Ular yomon ayyor. Nima qo'yib bo'lmayapti, tushunmayapman. Bir tomonlama ekan faqat. Ha, ochiladigan tomonga qoqilar ekan. Derazaning bir tomoni ochiladi, bir tomoni ochilmaydi. Mana u sinar ekan, qaranglar, sinar ekan. Yaxshi bo'ldi, sindirib oldim. Buni ham qayerga ishlatib yuborsam bo'ladi o'zi. Xo'p, yana nima qilsam bo'ladi? Uyni qanday himoyalasam bo'ladi? Kommentariy yozinglarchi, qanaqa usullarni bilasizlar. Xo'p, mana buni olib tashlash kerakmi deymana? Mana shuni olib tashlamasam sig'mayman bu yerdan. Va chotga. Endi yana nima qilsam bo'ladi? Bu narsalar kerak yo'q. Okey, mana bu narsa nima edi? To'xtanglar, qani. Buni qo'yib ko'rish kerak. Qanaqa narsa ekan bu? Hozir qurolga oid narsami ekan? Yo'q, qurolimni ham baribir olib chiqishim kerak eshikka. Qurolni olib chiqmasam bo'lmaydi. Tak, stul ham kerak, chunki qorollab chiqmoqchiman. Eshikka o'tirib kirmayman qaror uyimga. Tushundinglarmi? Uyga kiradigan bo'lsam, ular bir joylarni patorot qilib tashlasa dabdala. Stulni qayoqqa qo'ysam bo'ladi? Hozir joy topish kerak stul uchun. Mana bu yerga o'tiraman. Tak, qo'limga qurolni olaman-da, keyin otib tashlayman. Tushundinglarmi? Otib tashlamasam bo'lmaydi. Bularni qilayotgan ish juda ham chatoq ish. Xo'sh, tak. Yomon charcham, uxlab olmasam bo'lmaydi. Voy! Nima qilyapsanlar? Jo'qa, tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Jinnimisanlar? Bugun men tug'ilgan kunim emas-ku. Baribir tabriklaymiz-da. Sen bizga kompyuter o'ynatishing uchun biz seni tug'ilgan kuningni bugunga ko'chirdik. Yo'q, nima qilyapsanlar? Kerak emas, men tug'ilgan kunim emas-ku. Yo'q, baribir seni tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Senlarni aytmadim-da. Mayli, rahmat. Nima ham derdim endi, senlar sovg'a olib kelibsanlar. Bo'pti, bugun tug'ilgan kunim unda mazza qilib yeb ishlaring, lekin baribir kompyuter o'ynamaysanlar. Nima gunoh qilyapsan? O'ynaylik, iltimos. Yo'q, o'ynash mumkin emas. Men senlarga aytdim-ku. Qaysi ag'amon rejalashtirdi shu tug'ilgan kunni? Men Tentay, nima cho'chqa go'sht qo'ygansan dasturxonga?
Bilmasdan qo'yib yuboribmiz. Uni yo'qotlaring. Agar bunaqa qiladigan bo'lsanglar, to'lgan pul nima deyapman, to'lgan kun qilib o'tirmalaring, tushundinglarmi? Ha, xo'p. O, menga qara, sen qo'ydingmi? Qaysing qo'yding? O, yaramaslar. Nima qilib tashlagansanlar? Bu to'lgan kun bo'lmabdi. Qarochi, men to'lgan kunim emas bu. Men yo'q qilib yuborish kerak. Qara, ahmoqlar, tentaklar, bu harom narsa axir. Harom narsa uzoqda bo'lishi kerak. O, musorga olib tashlash kerak buni. Uzoqqa otib yuborish kerak. Tushundinglarmi? Kechir Jo'xa, iltimos, biz bilganimiz yo'q. Bilishlaring kerak edi. Ko'raysanlar, mana uni o'ligini yeysanlar. Buni qaytib tirildimi? Ha, qaytib tiriladi, chunki bu o'lmas kashchi. Ha, o'lmas kashchi, hammang o'lmas kashchisiz. Senlar birortangni o'ldirib bo'lmaydi. Senlar qilgan ishlaringni qaralaring. Men tortib mayli, normal o'tday qo'yib qo'yamiz, buni yeyiladi. Lekin cho'chqa go'shtini nimaga qo'ygansanlar, ahmoqsanlar, bori. Menga kerak emas bunaqa to'lgan kun. Tushundinglarmi? Men to'lmaganman bugun. Ketdim undan ko'ra borib. Uxlaganim yaxshi edi.